Yana bitta zo'rini aytaman sizga. Ko'chmas mulkka pulni yo'li masalan ba'zilar ipotekaga oladi. Olish kerak emas. Men kecha bitta savol bo'ldi. Samolyotda kelyapman, stюардесса kelyapti. Mani 20 ming yig'ib qo'ygan pulim bor deydi. Qanaqa uy olsam bo'ladi? Bo'lib olaymi dedi. Qo'ying dedim, olmang dedim. Chunki bo'lib to'lasangiz ham 2 yildan uzog'iga ola olmaysiz. Sotuv quruvchilar 2 yildan uyog'iga bermaydi dedim. 4 yil, 5 yil, 10 yil va'da berayotganlar bor. Ular qachon bitadi yoki topshiradi noma'lum, ularga ham ishonmang dedim. 20 mingizdan ham ayrilib qolishingiz mumkin. Uchinchidan, u 10 yilda topshiradi, bo'lib to'lash degan 10 yildan keyin uyingizni olsangiz, sizga hozir uy kerak dedim. Ipotekaga ham shart emas olish. Ipotekani bunday o'ylab qarasangiz, hozir qarang, so'mda 25% ipoteka. Agar dollar o'sha bilan so'mni o'rtadagi narxini tafovutini oladigan bo'lsangiz, 10% ham chiqmayaptimi gadovoy hozir yiliga? 10% olib tashlaysiz, yiliga 15% dollarda hozir ipotechnik kredit olganday bo'lasiz-da. 15%, u ipotekani olgandan ko'ra men tavsiya qilaman, uy yo'qligi, uy kerakligi ipoteka ham olmasdan, o'zini ham puliga ijaraga olish kerak. Ipotekaga olgandan ko'ra, undan ko'ra o'sha pulni 20 mingni men stюардесsaga shunaqa tushuntirdim. O'sha 20 mingingizni dedim, qarang dedim, siz uy olasiz, 100 kvadratli uy mana. Men yaxshi 2-3 xonali uy olmoqchiman, 100 kvadratli uyingiz dedim. Remontlar bilan mayli dedim. Hozir 1,5 mingdan olasiz, 150 ming dollar bo'ladi. O'sha narsani agar biznesmendan olsangiz, ijaraga 8% dan bo'lsa, yiliga 12 ming. 12 ming dollar siz yiliga katta bo'lib ko'rinishi mumkin. Ijaraga, havoga. Siz undan ko'ra o'sha 150 ming pulingiz bo'lgan deb hisoblaylik-da. 150 ming pulingizni fondlarga tiksangiz, mana imanga o'xshagan joylarga tiksangiz, dollarda hech bo'lmasa 15% berib tursa, 22,5 ming bo'ladi.